O'quvchilar o'tgan darsni mustahkamlashda adashib qolgan hikoyachi metodidan foydalanamiz. Marhamat, guruhlarda ikkitadan o'quvchi chiqinglar klassga. O'quvchilar, bu metod sizlarga tanish. O'tilgan dars bo'yicha ma'lumotlar aytasizlar. Qaysi o'quvchi adashsa, ana shu o'quvchi o'tiradi joyiga. Marhamat, akram. Qon tomirlari chuqur bo'ladi, vena, arteriya, tashuvchi. Baliqlarning yuragi ikki kamerali bo'ladi. Qonlanish usullari ochiq bo'ladi. Yuragi to'yingan qon arteriyalar ham deyiladi. Ha, baliqlarda yuragida venus qon qoladi. O'rgimchaklarning yuragi qorin tepa qismida joylashgan. Amfibiyalarning yuragi 3 kamerali. Timsohning yuragi 4 kamerali. Baliqlarning yuragi 2 kamerali bo'ladi, qolgancha bo'lmaydi. Qon rangini qondagi metall atomlar belgi beradi. Ha, sut emizuvchilarda o'ng tomonda arteriya, chap tomonda venus qon qoladi. Reptiliyalarning yuragi 3 kamerali. Latsetning jabrlar orqali gaz almashinuvini sodir qiladi. Qonalash sistemasi ikkiga bo'linadi, katta va kichik. Qonalar bitta bo'ladi. Latsetning yuragi yo'q. Baliqlarda jabrasdan yordamida tepa qismiga Bo'lmadi. Chumachchalarning yuragi yo'q. amfibiyalar reptiliyalar bir xil bo'ladi, lekin ularning farqi shundaki, Nimasi bir xil bo'ladi? yuragi farqi shundaki, ularning qo'limchasida bitta nima bor bo'ladi. To'siqcha bo'ladi. Kichik qon aylanish doirasi venus qonni arteriya qonga aylantirib yurak yo'q. Eng katta yuruvchi hayvon bo'lsa, yuragi 4 kamerali bo'ladi. Katta qon aylanish doirasi chapqaronchadan chiqib, o'ng bo'lmachada tugaydi. Katta qon. Sut emizuvchi va qushlarning yuragi 3 kamerali. Noto'g'ri ma'lumot. Qushlarning yuragi 4 kamerali bo'ladi. Hayvonlar ikkiga bo'linadi, sovuqqon va issiq. Qushlarning yuragi 4 kamerali bo'ladi. Ikkita qorinchi, ikkita bo'lmacha bo'ladi. Sovuqqon hayvonlar tashqaridagi atrofidagi muhitga qarab o'zlarini kara holatga yoki shara holatga solishmaydi. Issiqxon hayvonlar bo'lsa hayot yashashga davom ettirishadi. Dastlab qon sistemasi yomg'ir chorchanglardan boshlanadi. Issiqxon hayvon. Barcha ruhxona hayvonlari qon aylanishi yo'q. Eng kattasi suzuvchi. Amfibiyalarning bitta qo'limchasi va ikkita bo'lmachadan iborat. Venus qon kamerasi kesilgan qon. Kichik qon aylanish doirasi o'ng qorinchadan chiqib, chap bo'lmachada tugaydi. Amfibiyalarning yuragi 2 kamerali bo'ladi. Kichik qon aylanish doirasi venus qonni arteriya qonga aylantiradi. Bo'lmasa kichik qon aylanish doirasi chap qorinchadan chiqib, o'pkaga boradi. O'pkada gaz almashinuvi hosil bo'lib, Qisma qismlar va o'rtacha qismlar bir xil bo'ladi. Ularning bitta farqi shundaki, yuragi bir xil bo'ladi. Ularning farqi shundaki, ularning yurak joylashuvi har xil o'rtacha qismlarga qorin qismida joylashgan, qisma qismlarga